Shunda hozir hammasi 134 ming bo'lyaptimi? Xuddi ham ichida ekan. Gapi. Bitta unisi emas, bunisi bonusga kelayim. Gap yo'q lekin bor. Bunaqasi O'zbekistonda yo'q, javob. Xullas Shohiddan shu yerda ochgan Husan degan bola bor. Koreyada ancha mashhur bloger. Shu bola O'zbekistonda bunaqa marojniy yo'q deyapti. Nima deysiz? Bitta mazasini ko'ramizmi? Ko'rish kerak. Men gapimga javob beraman aka. Ha, yo'q. Yeb ko'ring, agarda yoqmasa, O'zbekistonda bitta yoqmasa pulini bermay ketishaveradi. Javob. Qattiq gaplar. Javob. Qani bitta ko'ramiz. Bismillah. Men marojniy любитель emasman-ku, lekin marojniy rostdan zo'r ekan. Необычный вкус. Nima qildinglar buni? Qanaqa qildinglar? Haqiqiy qaymoqli eng nomer 1imiz mana o'zi. Bu fistashkali, Tashlashganligi. Qani mazasini. Lekin rostdan anu mazasi приторный emas ekan. Nima deyapti? Zo'r, mumu. Yeb ko'ringlar, kirib, juda mazasi, juda nежный, qaymoqni, qani strukturasi bor deganingizda qaymoq seziladi va narsalar tabiiy ekan ichiga solinadigan. Ko'rasizlar, mana bunaqa qannom pistalari shunda ko'rinib turibdi. 17 ming so'm ekan, arzon emas, qaranglar. Ikkitasini olsanglar 34 ming bo'ladimi? Bittasini Bepulga bepul. Tekin shunda, bitta tekin xor o'rtog'inglarni olasizlar-da. Uchta bo'lib kelaverasizlar, ikkitanglar pul to'laysizlar, bitta o'zi hech qachon pul to'lamasdi, o'shanga jo'ratib qo'yinglar. Bizda faqat marojniy emas, xoddoylarimiz ham ikkita olishsa bitta qo'shib beramiz, suvlarimiz ham ikkita olishsa bitta qo'shib beramiz. Hozir men sizga eng zo'r desertlarimizni olib chiqib beraman. Qani Shohiddan mazasini bitta ko'ramiz, bismillah. Mazza. Kunni issig'ida ketadi, yorvorishib. Yomon joyga olib kelmaysiz. Aka endi ularni uzatib ko'ring. Voy, O'zbekistonda yo'q. Vaflis qani? Buni ham uchinchisi bepul bo'ladi aka. Haligi tekinxo'r o'rtog'ingizga biroz. Tekinxo'rga jo'natib yuborasizlar. Mana bu desertlarni qaranglar. Masalan, juda ko'p joylarda mana shu narsa 120 ming so'm, hattoki 150 mingdan ham sotishadi. Bitta mazasini ko'ramiz, bismillah. O'rtoqlar, bu reklama emas, bu tavsiya. Mazasi rostdan yaxshi. Manzil shunda C5da, mana pajarka 10 qo'limizda shu o'tirganda, pajarka 10 qo'limizda 100 metr kafe Shirin tarafga o'tsanglar, shundan yo'llab olib aytadi ekan. Yandexda ham shu ice yozsa chiqib keladi o'zi. Chorsuvda ham bor. Chorsuvga yaqinda Chorsuvga boraverasizlar. 2+1 aksiyasi juda uzoq vaqt davom etar ekan. Uni ustiga yana qizlarimizga, ayollarimizga bu yoqda Mana bunaqa, qarang 100 mingdan ko'p narsa olsanglar bunaqa gul padarka ekan. xullas keladigan joyi bundan arzon va bundan shirin joyi men sizlarga tavsiya qila olmayman, o'zi yo'q hamda bunaqa narxga. Rahmatga ishlaydigan tadbirkorni ko'rmoqchi bo'lsanglar, kelsanglar, shu yerda Husan degan bola o'tiradi, salom berib rahmat deb ketinglar. Bemalol ikkita odam bo'linglar-da, bitta tekin xo'robga uringlar o'rtog'inglarni, unga pul to'lamasanglar ham bo'ladi. Shunda o'zligingizdan hadya.